Bolam, charchamayapsan? Nima bo'ldi, bobo? Jigarim og'riyapti. Yangi jigar qo'yalikmi? Qaydan olasan? Mana yer jigarni sug'urib beraman. Voy, tegma yer jigariga, qano yashaydi keyin yer tegma. Tegma bolam. Tegma. Jigar shashlik qilayman, bo'lmasa. Voy, tegma deyapman senga. Yana 10 yil saqlasam qimmatlaydi. Bobo, mana dorisi topib keldim. Rahmat, bolam, rahmat. Qaytimiga o'q qo'shib berishdi, Kalashnikov o'qini. O'q? Ha, mana upakovkalangan o'q berishdi-da. Voy, bola, nimaga bunaqa narsalar olasan, nimaga? Olganim yo'q, zdatiga berdi deyapman. Voy, uyda o'q dori saqlash jinoyat hisoblanadi, nimaga olib kelding? Ha, o'q dori saqlash jinoyat bo'lsa, mana siz dori saqlayapsiz-ku. Saqlamayman, bu yo'qotib qo'shnimga otormi? Bobo! Voy, kim bular, kim? Hali Buyuk Britaniya qo'riqchilari Qayda olding, qayda olib kelding? elchixonadan shu olib keldi. Bor tashabki bular elchixonani qo'riqlaydi. Ha, bugun meni qo'riqlik, hech qani uxlagan qo'rqyapman. Elchixona qo'riqchisi olib ketadi, bor tashabki bor. Mana, nevaralarim xursand bo'ldi. Ye? Nima eshitib qo'ydingiz, bobo? Ha, buni ani lalaku tagliklari, bunga ammangning mollari keladi-yu, o'shalarga xursand bo'ladi. Bu zamonaviy texnologiyalar asosida ishlab chiqariladi. Yumshoq, bolaga botmaydi, mazza qilib qo'yadi. 1 dan 8 gacha razmeri bor. Shunaqami? Kattim bo'lmasa men ham uxlayman. Ha? Ha, uxlaysanmi? Ha? Shu ketdim desang qo'rqaman-da. Ketdim. Voy! Bobo, ketdim maktabda so'nggi qo'ng'iroqni cholaman. So'nggisini cholma, sendagina bola o'qish kerak edi. Hop, maktabni bitirib chiqaman. Menga qaram, maktabni direktorlar yeb bitira olmayapti. Sen bitira olmaysan, unaqa ishqarilashma yur uyga. Ketdim bo'lmasam uyga. Ronaldo yaxshimisan? Ha, sog'liqlari yaxshimi? Bola kim bilan gaplashyapsan? Chiqib tur, Ronaldo bilan gaplashib olaylik. Ronaldo. Odam bunaqa ahmoqmi? Qanaqa Ronaldo? Ishon. Ronaldo bitta bobomga video tashlab bergan, ishonmayapti. Keling, qo'yib beraman. Salom Behruzning bobosi. Behruz meni akam bo'ladi. Behruz akam menga futbol o'ynashni o'rgatganlar. Voyda, jinni bo'lib qolibman. Bang. Salpal o'zingga qara, qorinni qara, nima bu? Ya, ishxona turib. Demamanga, bo'yningiz bo'laman jinni. Behruz sanligini bilmabman, uzr. Aleza, zo'rashib qo'y, qara. Chapta suv olib kelib. Bo'ldi, xo'p. Yugurib bitta olib kel, zo'r bo'ladi ukam-da o'zimni. Sandan yosh katta, nima ukam deysan? Qo'qitib qo'yganman-da, qo'qatdaman-da. Ulgurdimmi? 1 minut kech qolding-da. Mana olib kel. Mayli, malades olman. Faqat lalaga olib keltirasan? Ha, jiyan lalaku taqaman deydi-da. Zamonaviy texnologiyalar asosida ishlab chiqariladi. 0 dan 8 gacha razmeri bor. Jiyanni tili ham bor, dada ayabas lalaku deb chiqqan. So'ra aka. Pulini berasan? Pul so'rayapsan-da. Mendan. Ha, pulni berar ekansan. Yo, sendan so'rayapman. Jinni mendan pul so'rama, bo'yningiz bo'laman hozir. Bor, olib to'yga chiqib tur. 100 tan jimana qilishdi. Don ziki. Ha, yana 300 deydi-da. Ha, yutdim-ku. Neda o'li baba, bo'yningiz bo'laman, kallanti jinni, ke. Ya, uryapsan sen? Baqirma, bo'yningiz bo'laman deyapman-a. Ya Qodir. Ha. Nima, sen Behruz aytganlarini qilib yurasan? Ozg'inlik qara, barur oqis qo'ysang bo'ladi-yu. Ozg'in bo'lgan bilan qattiq solishadi, chayirdi. Chayir bo'lsa, sen ham zalga chiq, 2 oy zalga chiqsang, kachok bo'lasan, keyin senga bir og'iz lang deya olmaydi. Zalga chiq. To'g'ri aytasiz. You got one shot, one chance to ignite. Every second counts in the heat of the fight. No room for fear, no pause, no respite. Gotta rise through the chaos, take flight in the night. Heart pounding, mind sharp, pressure in my chest, every lie. Qale, o'zgaribmanmi? Qodir, voshi kachoklashib ketsan, o'ra, aniq tirib qo'rqib ketasan, ko'rib. Ana kelyapti. Yaxshimisan? Qodir? Yo, o'zgarib ketdi. Kagiras suv olib kelganda ungacha gaplashtiramiz. Borcha. O'zing olib kel. Ha, qara. Ey, qatama menga. Bor suv olib kel deyapman. Xo'p.
bobo? O'zing turma. Shuncha uyg'otdim, bolam turmadi. Nima qilay? Shu paytgacha ham qulaydimi? Tur endi, bolam. Endi hali 5 bo'pti-yu soat bobo. Salqin paytda ishlaringni qilasang, optoda keyin damingni olaverasan. Tur endi, bolam, tur. Kecha hamma ishlar qilganman, ish yo'q. Ish bor, to'lib yotibdi. Mana buni ko'rpalarni olib chiqib, uni optoga yoy, ichgandan keyin qaytarib olib kirasan. Tur. Oho, hali ish ko'p. Tur. Oho, desala ko'ngil hajil bo'ladi. Yolg'onlaringdan inson nimaga sevar va nimalarga erishar? Ye, bobo chiqdingmi? Bolam shu telefoning kechasi ham boshing oldida turadi. Yana boshing oldiga qo'yibsan. Ha, bu telefon o'zidan reabilitatsiya chiqarib zarar miyaga, ol boshga yaqin tutma telefonni. Xo'p, bobo, xo'p. Nima deyapman, bolam? Boshga zarar deyapman. Boshingga yaqin joyga qo'yibsan baribir. Ber menga uzoqroqqa qo'yib qo'yaman. Mana. Bu balandda tursin telefon. Konditsionerni yoqma, bolam, turgan bitgani zarar bu. Miyani iligini quritadi bu konditsioner. Kasal qiladi, bolam, yoqma. Shunday ketaylik. Xo'p. Bobo, hatab oynalarni ochaylik. Tellagan hozir oynada olsa, shamol belingni ushlab qoladi, bolam. Tinch ketaylik. Bobo, chota mazam bo'lmayapti. Aytdim-ku, mana shu konditsioner vaziyni qochiradi desam, yo'q deysan. Katta akani qiladi-da. Bo'l, chekaga qo'y mashinani, avtobusga ketamiz. Bu turishda haydalmaysan sen. Shop, konditsionerni yo'q. Shopir bolam, o'chir konditsionerni. Shamolni miya iligini quritadi. Bobo, jim o'tiring, shuncha odamni oldida sharmanda qilyapsiz. Men hafta o'ylayapman, kasal bo'lmasin deb. O'chir bolam, tinchgina ketaylik. Kerakmi senga endi, bolam shu? Ma'lumman. Videoga olish kerakmi endi? Nimaga olyapsan videoga, bolam? Shu o'zimga kerak. Nima unaqa gapiryapsan? Urushasanmi men nevaram bilan? Farqi yo'q. Urushmaylar, yaxshi emas urush. Qolma videoga. Hammasini o'ylab qo'yganman, xavotir olma. To'yinggacha uyingni hal qilamiz. Mana Xonsaroyda Vatan rezidens loyihasida 3 xonali xonadonlarni boshlanish to'lovini 3 ga bo'lib to'lasa bo'lyapti ekan. 6600 dollardan tushadi. Ana shunday uy olamiz, kelin bilan alohida yashayverasan. Ammo konditsioner qo'ymanglar, bo'ptimi bolam? Miya iligini quritib qo'yasiz. Siz bo'ldingiz, konditsioner bo'ldi, bobo. Bo'pti, hozir ichaylik. Menga muzday suv bering. Yeb. Qanaqa muzday suv? Hech qachon muzday suv ichma, tomog'ing chomonlaydi. Tomog'ingni uzvolaman bo'lasan, muzday suv ichgan ko'rsin. Choy bering bizga. Choydaqa chanqoqni bosadigan narsa yo'q, sen bilmas ekansan, bolam. Bobo, haqiqatdan choy chanqoqni yomon bosar ekanmi? Bekor choyni maqtadim-da. Shuncha choyni ichib yubordi. Ishqilib choyga o'tirib qolmasa bo'ldi. Qara, yana bitta choyniga choy bering. Sen g'irt qudo bola ekansan, alo? Hali ham tirikmisiz siz, Hamma qilmishlari jonimga tegdi. Bugun hammasini dadangizga aytib beraman. Uraman. So'ksa odam beti ursa eti qotar ekan. Men etim qotib ketdi, kaltaga yurib aytaman baribir. Aytaman. Xudo. Yo'q, Xudo. Yuribsizmi tudasizda? Kelingchi. Hammasi jonimga tegdi, Xudo. Meni o'g'lingiz meni bir tiyin kelmaydi, umuman hurmat qilmaydi. Ovozini qara, bu bemazzaligini. Bu uvlamang unaqa qilib qo'shinlar it boqyapti o'ylaydi. Shunaqada dada, uvla miyaga beradi. Hali urush boshlanganda signalga o'xshaydi ovoz. Burnini orqam bilan qisib rosa uraymi? Bitga nima bor? Kalbasa bor. Iysizmi? Ustimdan kulyapsizmi, Xudo? Yo'q, rostdan bor, yevrasizmi? Hurmat qilinglar, oldimga ikkita ham non qo'ymadinglar. Uvlashim marralli miyaga berarkan-a? Bekorga urmayman-da buni. Ey, o'zicha mana shu o'g'lingizni ko'tarib ketishga men sababchiman. Kompotlarni sotib pulini berganman biznesiga. Kompotimni ham ichadi, bankasini ham qaytarib bermaydi. O'zingizni bosing, sizni bokangizni sotadimi? Mana turib olib ketavering. O'zi sizlarga qiz berib adashgan ekan. Ota bola bir xil ekansizlar. O'g'li ham kapeyka, otasi ham kapeyka. Parchat! Arzimagan bankalaringni gapirding, indamadim. Kompotlaringni gapirasan, indamadim. O'g'limni qo'shnilaringga yomonlaysan, indamadim. Ana endi indayman. Hey, enaynim ko'rsana. Chi? Tushunmadim, Xudo. To'xtab turing-da, dada. O'zingni bos. 52larni ishiga aralashma. Qani bu yoqqa ketchi. Kelavering, Xudo. Xudo bo'ldi, qo'yib yuboring, nafas yetmayapti.
Dada. Dada. O. Behruz, Joslar yo'qmi? qo'ling qani bola? Qo'ldan ayrilib qoldim dada. Nima mo'la yopishtirib olding? Maxsus topshiriq Meksikaga jo'natishyapti. Yurchi, yur uyga. Proslashka yo'qmi? Yo'q, bolam. Maxsus topshiriqlar qachon tugaydi? Har safar yuragim changallab o'tiraman. Maxsus topshiriq deganingiz esimga tushib qoldi. Oxirgisini samarali uddalaganim uchun mana menga ramziy ko'krak nishoni berishdi-da, shuni siz taqib bering. 500 so'm. Tangami? Dada, maxsus topshiriq bilan Laloku zavodiga kirdim. Yaxshi. Zamonaviy texnologiyalar asosida ishlab chiqarilyapti ekan. Bolaga botmas ekan, yumshoq ekan. 1 dan 8 gacha razmeri bor ekan. Sifatini ko'rib mendan bir bo'lak olib kelaverdi. Men dedi. Dada, butun yer kurrasidan sir tutilayotgan haqiqatni aytaymi? Nima? Ronaldo bor-ku. Aslida Messi ekan. Messichi? Messi Harry Kane ekan. Dada, sizga bitta narsa aytsam, hech kimga aytmaysizmi? Yo'q, aytmayman. Ota o'z bolasini sotmaydi, to'g'rimi? Ha. Mana bu disk nimaligini bilasizmi? Yo'q. Bu disk. Mana shu diskda hamma meni maxsus topshiriqlarim mujassam. Yo'q. Ha. Qani ko'raylikchi. Sahnaga birinchi shartimiz bo'yicha navbatdagi jamoani taklif etamiz. Sahnada yosh gvardiyachilar. Qivizimi? Odamni aldashingga qara maxsus topshiriq deb. Qivizida yurar ekansan. Aytdim o'zi bir oylikda maxsus topshiriq nima qiladi? Ya aldashingga qara. Dada, Ha? ordenlar turibdimi? Ha, turibdi. Taqvoling.